Assalomu alaykum barchaga. Bugun mana shu kitob haqida sizlar bilan suhbatlashmoqchiman. Kitobni tavsiya qilmoqchiman. Kitobning nomi The Seerah of the Prophet: A Contemporary and Original Analysis. Ingliz tilida yozilgan kitob. O'zbek tiliga tarjimasi demak payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam haqlaridagi kitob, ya'ni sira, zamonaviy va original tahlil. Kitob muallifi doktor Yasir Qodiy. Doktor Yasir Qodiyni menimcha ko'pchiliklar ko'rgansizlar Amerika Qo'shma Shtatlarida, ayniqsa o'zlarini YouTube kanallari ham bor. Shayx doktor Yasir Qodiy menimcha hozirgi kunda Houstonda imomlar. YouTube'larini ko'rsanglar bo'ladi. Menga farzandlarimga shu YouTube'dagi videolari, ma'ruzalari juda ham yoqadi. O'zlari Amerika Qo'shma Shtatlar universitetlarida o'qiganlar, ingliz zabon. Madinada shu kitobni yozish tarixi Madinaga borib taqaladi. Madinada o'zlari borib, payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam borgan joylari, o'sha urush qayerda bo'lgan, qayerda qiyinchiliklarga duch kelganlar hammasiga borib, o'sha yerdagi mahalliy olimlar bilan ham birga maslahatlashgan holda yozilgan kitob deb tushundim. Kitob juda ham kattaga o'xshab ko'rinadi, lekin tez o'qib chiqasizlar. Xo'sh, kitob tarixi haqida sizlar bilan gaplashmoqchi edim. Bu kitob ya'ni meni qo'limga qanaqa kelib qoldi? Katta qizimiz Saliha Alif maktabida dars olganida bu kitobni unga berishdi. Kitobni o'qib chiqdi keyin o'zi. Keyin kitob qanaqa ekan Saliha desam, yaxshi kitob ekan, menga yoqdi deb aytdi. Keyin men ham bo'pti, uni men ham o'qib chiqaman dedim-da. Xullas, men ham o'qib chiqaman dedim-da, lekin vaqtim bo'lgani yo'q. Keyin Robbiyal avval edi menimcha payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam shu tug'ilgan oylarida masjiddagi imom qiziq gap aytdilar. Aytdilarki, tavsiya berdilar, ya'ni aytdilarki, payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam haqlarida har doim o'rganib yurishimiz kerak, lekin ayniqsa ular tug'ilgan oylarida hayotlarini o'rganaylik, qanaqadir kitob o'qiylik, hadislarni yod olaylik degan ma'noda tavsiya qildilar-da. Keyin o'ylab qoldim, mana shu kitobni o'qimoqchi edim, o'qib chiqa qolay deb. Keyin to'g'risini aytaman, kattaligini ko'rib, men ham ozgina aniq qildim deb, voy shu katta kitob ekan deb. Keyin bilsam, ishonasizmi, mana mashinchasi deyarli adabiyotlar ro'yxatida. Chunki o'sha Qur'oni Karimdan oyatlar, keyin o'sha payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam haqlarida yozilgan boshqa siralardan adabiyotlar ro'yxati, o'zingiz uchun bila olmoqchi bo'lsangiz-da, u shu. Ikkinchisi bo'lsa, kitob juda ham accessible, ya'ni oson tilda yozilgan. Shuning uchun ham tushunishga oson. Chapterlari bor-ku, boblari juda ham qisqa. 1,5 varroq, 2 varroq, uzoq borsa bir 5 varroqdek qisqa, ya'ni misol uchun bitta o'tirishda, misol uchun namozdan keyin yoki uyqus kelmayapti, bunda o'qiydigan kitobda. Aniq esimga tushib ketdi. Atomic Habits degan kitob bor-ku, o'zbek tilida esimdan chiqib qoldi, qanaqa tarjima qilishgan. Xullas, bu kitob ham o'zi payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamni hadislaridan ilhomlantirgan kitob. Ya'ni ozgina qilsang ham har doim qilgan, ya'ni doimiy bo'lsin. Kichkina ish qilsang ham, lekin doimiy bo'lsin. Xuddi shunga o'xshab, ya'ni bitta o'tirasiz har namozdan keyin yoki har kuni 1,5 varroq, 2 varroq uje tugatib qo'yasiz-da. Ya'ni aytmoqmanku, mashinchasi deyarli adabiyotlar ro'yxati, qolgan hikoya. Ya'ni payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam tug'ilishlaridan oldin o'lgunlariga qadar, hozir kecha kunduzda ya'ni nimalarni bilyapmiz. Kitob ingliz zabonlar uchun juda ham zo'r. Bilaman, o'zbek tilida, o'zbek zabonlar uchun rosa havosim keladi. Ya'ni o'zbek tilida, o'zbek segmenti uchun diniy kitoblar mashaalloh juda ham zo'r, lekin ingliz zabon bolalarimiz uchun bu kitobni alohida tavsiya qilgan bo'lardim. Chunki mana bunaqada, misol uchun o'zbek tilidagi kitoblarni bor-ku, ingliz tiliga tarjima qilsangiz ham baribir tarjimada bir narsasi yo'qoladi. Ingliz tilida lost in translation bor-ku, tarjimada narsalar yo'qolib qoladi. Undan tashqari retorika degan narsa bor. Retorika nima? Retorika shunaqaki, ya'ni berilgan ma'lumotni o'sha auditoriyaga berish usuli. Mana misol uchun Robert Kaplan degan odam 1966-yilda shunaqa ilmiy ish qilgan. Nima ishi? Bir qancha tillardagi tekstlar bor-ku, matnlarni olib, strukturasini o'rganib chiqqan. Ingliz tilida Semitic, o'sha arab, yahudiy tilda, oriental sharqona tillarda, rus tilida-da. Keyin shuni bilganki, ingliz tilida retorikasi bor-ku, ya'ni argumentni oldindan to'g'ridan-to'g'ri boshdan aytilar ekan. IELTS ga o'qiyotgan, TOEFL ga o'qiyotganlar bilamiz-ku, ya'ni thesis statement, to'g'rimi? Thesis o'sha argument nimadan iborat? O'shani oldindan to'ppa-to'g'ri aytib qo'yishingiz kerak. Endi hozir aylantiradiganlar mediada yoki boshqa anaqalarda social mediada, ijtimoiy tarmoqlarda aylantirishadi, lekin umuman akademik maqolalarda oldindan hammasini aytib qo'yishingiz kerak boshidan-da. Sharqonada sal boshqacharoq, argumentingizni aylantirib berasiz. Shu ma'noda aytmoqman. Ya'ni ingliz zabonlar uchun bu yerdagi retorikasi juda ham yaxshi-da. Ya'ni o'zbek tilidan ingliz tiliga tarjima qilib bizani bolalarga o'qitgunga qadar, ya'ni bu kitobni o'zidagi
o'sha ma'lumot manimcha juda ham foydali bo'ladi deb o'ylayman. Yana ingliz tilini bilsanglar o'zingizlar o'qib ko'ringlar. Ya'ni meni diniy ma'lumotim yo'q, o'sha dinimizda, muqaddas dinimizda payg'ambarimiz, xususan payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam hayotlarini yaxshiroq bilishimda, his qilishimda shu kitob menga juda ham yordam berdi. Juda ham accessible, boblari qisqa. Doktor Yasir Qodiy ham o'zlari, ya'ni ustoz nima deydi, ustoz qaramog'i ostida Madinaga borib ana shu kitobni yozganlar. Foydali bo'ladi deb umid qilaman. Hammamizga omad.